narsani bilarkan, lekin bilsa ham farishtadan so'rar ekan, ey farishtalarim, mana bu bandalarim mandan nima so'rashyapti? Farishtalar aytar ekanki, ey Parvardigorim, sendan bular jannat so'rashyapti. Ko'rishgan ekanmi? Yo'q, jannat ko'rishmagan. Agar ko'rishsa nima deyishar ekan, nima qilishar ekan? Agar ko'rishsa yana ham unga ishtoq bo'lib, yana ham unga muhabbat qilib sendan ko'p so'rashar ekan. Yana Alloh aytganki, ey banda farishtalarim, bu bandalar nimadan najot so'rashyapti? Ey Parvardigorim, sendan do'zaxdan najot so'rashyapti. Do'zaxni ko'rishgan ekanmi? Yo'q, do'zaxni ko'rishmagan. Ko'rishsa nima qilishar ekan? Agar ko'rishsa yana ham qo'rqib sendan qattiq bundan panoh so'rashar ekan deb. Shunda Alloh aytar ekanki, ey farishtalarim, men sizlarni guvoh qildim. Sizlar guvoh bo'linglar, hammalarning gunohlarini mag'firat qildim. Shunda farishtalar aytar ekanki, ey Parvardigorim, bularning orasiga bir inson kirib qoldi. U har xil gunoh bilan yurganda, u nima bo'ladi? Alloh aytar ekanki, meni mag'firatim, meni rahmatim keng yo'qman. U ham shularni ishlama, albatta uni ham gunohlari mag'firat bo'ladi. Alloh taolo mag'firat qilarkan. Ey Allohim, bugun mana shunday ulug' kechada turibmiz. Har birlarimiz ham mana shu masjiddan chiqishimizda gunohdan pok holatda, onadan yangi tug'ilgandagi xonadonlarimizga borishligimizni Alloh hammamizga ham o'zing nasib ayligin. Bundan keyingi bo'ladigan umrlarimizni ham Allohim seni shariatingga muvofiq, buyruqingga muvofiq uchun Allohim hammamizga ham o'zing nasib ayligin. Parvardigor, ota-onalarimizni ham gunohlarini kechirgin. Ota-onalarning gunohlarini afv qilgin. Bizni boqaman deb, yediraman deb, ichiraman deb, kiydiraman deb, ilm oldiraman deb qancha gunohlarga qo'yishgan yoki xato qilishgan yoki bir shunaqangi seni bir norozi qilgan ishlarni qilib qo'yishgandir. Allohim o'zing xohlagansan, hammalarni o'zing afv qilgin, hammalarni o'zing kechirgin. Hayot bo'lishda umrlarni o'zing qilgin, sihatlarni ziyoda qilgin, barakotli umr bergin. Bizni haqqimizga doimo chiroyli duoshni nasib qilgin. Biz ham ularning xizmatlarini qilib, o'zimizga jannatni vojib qilishni Alloh hammamizga o'zing nasib qilgin. Agar o'tishgan bo'lsa Parvardigor, hammalarni ham mag'firatingga, rahmatingga olgin. Mana shu ulug' kechalarni, ulug' oyni barakotdan hammalarga nasib qilgin. Ba'zi bir ota-onalarga aytar ekanki, seni men darajotingni ko'tarib qo'ydim deb. Shunda aytar ekan, ey Parvardigorim, nimaga men darajamni ko'tarib qo'yding? Shunda Alloh taolo aytar ekanki, seni solih farzanding bor ekan. Mana shu seni solih farzanding seni haqqingga duo qildi. Mana shu duosini sababidan men seni martabani ko'tarib qo'ydim ekan. Ey Parvardigor, bugungi kunda mana bu qilayotgan duolarimizni sababidan o'tgan ota-onalarimiz martabalarini Alloh o'zi ko'targin. Ulardan rozi bo'lgin Parvardigor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu dunyoda ko'rmadik Parvardigor. Ko'rmasdan u kishini yaxshi ko'rdik. Ota-onamizdan, farzandimizdan ko'ra yaxshi ko'rdik. Parvardigor Muhammad aytadilarki, al-mar'u ma'a man ahabba. Ya'ni qiyomat kunida kimni yaxshi ko'rsa o'sha bilan birga bo'ladi dedilar Parvardigor. Qiyomatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam halqalarida suhbatlarda bo'lishni Alloh hammamizga o'zing nasib qilgin. Shafoatlardan bizga nasib qilgin. Abdul Kafsar suradan Alloh hammamizga nasib qilgin. Bu dunyoda sunnatlarga amal qilishimizni Alloh hammamizga o'zing nasib qilgin. Arasoatini qiyomat bo'lar ekan. Ya'ni qiyomatning qo'rqinchlari, qiyomatning dahshatlari, hammamiz shu qiyomat dahshatlaridan Alloh o'zing o'z qo'rqinchligin. O'zingni arshingni soylantirgin. Parvardigor, shu qiyomat kunida har bir inson uchun tarozi qo'yilgan. Bir pallasida savob amal, bir pallasida gunoh amal. Parvardigor, hammamizni ham savob amallarimizni og'ir qilgin. Najot topgan bandalaringni xatolida qilgin. Qiyomat kunida Parvardigor, o'zingni do'stlaring bilan, valilaring bilan, siddiqlar bilan, shahidlar bilan inshaalloh hammamizga nasib qilgin. Bu qiyomat kunida Allohim hammamizni ham yuzimizni yorug' qilgin. Sirat ko'prigini eson omon o'tib, o'zingni jannatingga dohil bo'lishni Alloh hammamizga ham o'zing nasib qilgin. Mana o'sganlarga Rayyon jannatini eshigidan inshaalloh va'da qilgansan. Allohim hammamiz ham ana shu jannatni Rayyon eshiklaridan saf bo'lib, oila a'zolarimiz bilan, ota-onalarimiz bilan, bola-chaqalarimiz bilan, ahli ayollarimiz inshaalloh hammamizga ham o'zing nasib qilgin. Parvardigor, mana 27 kun davomida mana xatm qur'onlar bo'ldi. Mana shu xatm qur'onlarimizdan xolis sog'lardan avvalambor Savg'alik bo'lgan janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ruh toibalariga fi sabilillah va yaxluq. Shu zotning ola ashablariga, barcha o'tgan payg'ambarlarga, sahobalar ikromlarga, azvoji mutahharat onalarimizga, tobiinlarga, tabi'inlarga, mazhab boshlarimizga, mufassir olimlarimiz, muhaddis olimlarimiz, ahli ilmlarimiz, ahli Qur'onlarimiz, ahli aqollarimizga
al-husul jamoatul hozirin hammamiz o'tmishlarimiz, obo ajdodlarimiz, ota-onalarimiz, jamiki aqrabolarimiz hammalarini ruhlariga fi sabililloh yaqindir. Allohum hammalarni ruhlarini o'zi shog'il qilgin, g'ariq rahmat shohsa jannat qilgin, qabrlarni kalomiy nurdan fil nur qilgin, oxiratini o'ziga obod qilgin, hammalardan Alloh o'zi rozi bo'lgin, hammalarni ham jannatiga dohil qilib diydoriga musharraf qilgin. Mana bu joyda Parvardigoro, mana ancha duo talab kishilar bor ekan. Bugungi kunda bo'lgan duolar ijobat ber, sandan Parvardigoro ixlos bilan umid qilishni Parvardigoro, avvalambor mana bu masjidimizda xizmat qilayotganlar, bu imom domlalarimiz, mutavallilarimiz, bu xonimlarimiz, beta taftish hay'ati a'zolarimiz bor, hay'at a'zolarimiz bor. Allohim hammalarni hamma shu Baytullohga qilayotgan xizmatlarni Alloh o'zinglarga qabul qilgin. Qiyomatda boshlariga soyabon qilgin. Albatta bu Baytullohga qilingan xizmatni savobi juda ko'p ekan. Allohim hammalarga ham o'zing qiyomatda savoblarni ko'paytirib bergin. Bu Baytullohga mana ehson qilganlar bor, xodimlarga ehson qilganlar bor. Allohim hammalarni ham qilgan ehsonlarni o'zinglarga qabul qilgin, oxiratga zaxira qilgin. Buni savobidan barcha uchun bahramand qilgin. Xonadonlariga ham fayzi futuh, fayzi barakot bergin. Qilayotgan ishlariga, kasb qo'llariga rivoj, barakot o'zing ato aylagin. Bu qilgan xizmatlardan, ehsonlardan sandan nega so'rashgan bo'lsa, Allohning eng oliy maqsadlariga o'ziga yetkazgin. Mana bu xodimlarimizdan mana 27 kun davomida bizga shu Qur'onni o'qib berishdi, biz iste'mol qildik Parvardigoro. Bu xodimlarimizdan Alloh taolo o'zining sihatini ziyoda qilgin, umrlarini uzun qilgin, tajallini sof qilgin, ilmlarini bundan ham ziyoda qilgin, xizmatlarini ham ziyoda qilgin Parvardigoro. Ularga tarbiya bergan ota-onalaridan, ilm bergan ustozlardan Allohim o'zing rozi bo'lgin. Ularga ham Parvardigoro qiyomat kunida izzat tojini inshaalloh o'zing nasib qilgin. Hammamiz ham izzat tojini ko'rganimizda muborak bo'lsin deyishni Allohim hammamizga ham o'zing nasib qilgin. Allohim hammamiz farzandlarimizdan, nabiralarimizdan, zurriyotlarimizdan shu xonadonlarga o'xshagan qo'llarni Alloh hammamizga ham o'zing nasib qilgin. Kim niyat qilgan bo'lsa Allohim hammalardan o'zing niyatlarga yetkazgin. Mana har kuni saharliklarimizga, bu iftorliklarimizga bizdan oldin turib bo'lsam shu saharlik, iftorlikdan tayyorlab dasturxonni sotgan bu ayollarimiz, qizlarimiz, kelinlarimiz Alloh hammalarni ham o'qiyotgan xizmatlarni o'zinglarga qabul qilgin. Ularni ham maslahatini o'zing hosil qilgin. Hammalariga baxt, iqbol o'zing nasib qilgin. Mana qanchadan qancha bemorlar bor ekan, bu kasalxonada yotgan, shonda yotgan, honda yotgan, mana jarrohlik bo'layotgan, kimnidir otasi, kimnidir onasi, kimnidir aka ukasi, kimnidir opa singilisi, kimnidir farzandi. Allohim hammalarni ham dardlariga shifoyi holat bergin. Allohim hammalarni ham sihatini ziyoda, umrlarini uzun qilib, Allohlar har shu Eid Ramazon oylarida sihat salomatlik o'tishdan Alloh hammalarga nasib bergin. Yana qanchadan qancha birodarlarimiz safarda ekan, hammalar duo eslashgan. Allohim hammalarni ham safarlarni bexatar qilgin. O'sha joyda qilayotgan ishlar rivoj, barakot bergin. Allohim hammalarni tinch, omonlikda qilib, g'animatlar bilan xonadon ahllariga ishni Alloh hammalarga ham o'zing nasib bergin. Yana mana bu tashqarida mana har kuni ichki ish xodimlari bor, ichki ishlar xodimlari. Bu yerda mana Milliy gvardiyadan bor, boshqa ko'p tashkilotlardan hammalari bizni shu tinchlik, xotirjamlikda shu ibodatda hammalari xizmat qilishga qo'llab turishdi. Alloh ularni ham bu xizmatlarni o'zinglarga qabul qilgin. Barcha bilan bundan ham Alloh o'zing ulug' qilgin. Ularni ham maqsadlarini o'zing hosil qilgin. Ularni ham xonadonlariga baxtu saodat, tinchlik, omonlikni o'zing nasib qilgin. Parvardigor yurtimizni ham tinch qilgin, osoyishtalik qilgin, xalqimizni farovon qilgin. Mana qancha yurtlarda notinchlik bo'lsa Alloh taolo butun dunyoda hamma joyda tinchlik Alloh o'zing xalqiga nasib qilgin. Bu qilayotgan bu dehqonchilarimizdan Alloh taolo mo'l-ko'l hosil o'zing ato qilgin. Allohim hammamiz ham sandan so'raydigan duolarimiz bor, maqsadlarimiz bor. Mana shu qalbimizni to'g'ridagi duolarimiz Allohim hammasini o'ziga ijobatingga olgin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه برحمتك يا أرحم الراحمين.